asta o'rgangandan o'zi o'rganib qolasiz. Vibratorda mana hozir oyoqda ezadi hozir mana. Ortda sotqozmi burchagiga sekin bildirib qo'yaverasiz. Burchagingiz sekin olaverasiz. Ya'ni zo'r yutib. Va eng asosiy qismi bor hozir. Ya'ni ustiga anaqa rangli tosh solish. Bu qoraytirilgani. Xohlagan rangingizni qilaverasiz. 100% o'rgatasizlar aka. 100% o'rgatiladi. Ko'ryapsizlar, o'zlarining tabiiy holati eng zo'ri uzoq 2-3 kishi ekan. Bo'ldi, g'ish tayyor. Mana. G'ish tayyor. Oborib, yo'lda shulardan bu tarafga olinadi. Bo'ldi, mana bu o'tkazsa bo'ldi. Necha soat turish kerak bo'ladi? 5 soat. 5 soat mana salafanda tursa bo'ldi.